Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi videoda sizlar dekabr oyida men qancha passiv daromad topganimni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu jadvalga qaraydigan bo'lsak, birinchi ustunda kompaniyalar logosi, logotipi, ikkinchi ustunda tikkeri, uchinchi ustunda nomi, to'rtinchi ustunda kompaniyalarning bitta aksiyasini hozirgi narxi, keyingi ustunda 1 yilda bitta aksiyasi uchun investorlarga qancha to'lab berishi kompaniyaning, keyingida foiz ko'rsatkichi, keyingida menga bergan passiv daromadi korxonalarning, kompaniyalarning. Birinchi kompaniya Pfizer kompaniyasi, bu hamma biladi, meditsinaga oid kompaniya. Bu menga dekabr oyi uchun $2.15 dividend to'lagan. Keyingi kompaniya hammamiz biladigan Visa kompaniyasi. Bu kompaniya menga 74 sent dividend to'lagan. Keyingi kompaniya Johnson & Johnson kompaniyasi. Bu kompaniya 90 sent dividend to'lagan. Keyingisi dunyodagi eng katta neft kompaniyalaridan biri Chevron kompaniyasi. Bu kompaniya menga dividend dekabr oyi uchun $1.08 dividend to'lagan. Keyingi kompaniya hammamiz foydalanadigan software kompaniyasi, ya'ni Microsoft Corporation. Bu kompaniya menga o'tgan oy uchun 16 sent dividend to'lagan. Keyingi kompaniya Hershey kompaniyasi. Bu kompaniya menga dekabr oyi uchun 22 sent dividend to'lagan. Keyingi kompaniyamiz hammamiz sevib iste'mol qiladigan Coca-Cola kompaniyasi. Bu kompaniya dekabr oyi uchun 7 sent dividend to'lagan. Keyingisi Home Depot kompaniyasi. Bu kompaniya dekabr oyi uchun 5 sent dividend to'lagan. Keyingi kompaniyamiz chip sanoatidagi eng ilg'or kompaniyalardan biri Qualcomm kompaniyasi. Bu dekabr oyi uchun 29 sent dividend to'lagan. Keyingisi West Management kompaniyasi. Bu kompaniya dekabr oyi uchun 4 sent dividend to'lagan. Keyingi kompaniyam yana bitta chip sanoatidagi eng yirik kompaniyalardan biri. Bu kompaniya dekabr oyi uchun 16 sent dividend to'lagan. Keyingisi Becton Dickinson kompaniyasi. Bu Becton Dickinson dekabr oyi uchun 11 sent dividend to'lagan. Va so'nggi kompaniyamiz Iman Holding kompaniyasi. Bu hamma biladigan o'zimiz O'zbekistondagi kompaniya. Bu kompaniya menga 1.71% foyda hisoblagan. Bu so'mda 239.563 so'm, dollarda $19.80. Bu eslatib o'tay, bu 99/1 sherikchilikda investitsiya kiritgan investorlar uchun 1.71% kompaniya foyda hisoblab bergan. Quyidagi ko'rib turgan jadvalingizda meni umumiy oylar kesimida qancha passiv daromad topib borayotganimni katta masshtabda, ya'ni yillar kesimida ham ko'rib borishingiz mumkin. Pastda umumiy daromad hisoblab boriladi. Sizlar 2025-yilda noyabr oyida $7.36 daromad topgan bo'lsam, bu dekabr oyiga kelib sezilarli o'sish qayd etdi. Dekabr oyida umumiy $25.77 passiv daromad topdim. Bu umumiy noyabr va dekabr oylarini hisoblaganda $33.13. Meni kuzatishda davom eting. Bu har oy jadvalga qo'yib sizlarga ko'rsatib boriladi. Bundan sizlar ham ruhlanib investitsiya qilishni boshlasangiz va passiv daromadga chiqib passiv daromadlaringizni o'stirib borsangiz, biz bundan behad xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar.